5 kun ish yo'q. Mazza qilib dam olaman. 5 kun bog'cha ham yo'q, qanday dam olasiz? Nima? Ey, hamma onaylarga telefon qilib o'rtasinglik. Onajon, 5 kunlik bayramga bachara bilan siznikiga o'tmoqchi edik, sog'indik. Kakra shu 5 kun dam olishda biz ham sanatoriyaga ketyapmiz-da dadang bilan. Ana, qudalarni topar. Alo, dadajon, 5 kunlik dam olishda nevaralaringizni bog'chaga tushiraydimi? O devorga chizma, o'zi kvartira turamiz, haydab boradi. Dada, Islom televizorga chiqdi. Qaysi televizorga chiqibdi? Ya, bu televizor ustiga chiqyapti-ku. U qanaqa qilib oldi? Televizordan chiq sindirasan. Ey xudojon, bularni boshqarib bilmayapti-ku. Yana 5 kun bor, qanday chidayman. Shunday magazinga chiqib keling. Mana o'zi borib kelaman, qarab tur. Siz chiriganni olib kelasiz, 5 minutda kelaman. Tezroq chiq. Ketdik. Ay, sakrama, o'tir. Yiqilasan o'sir divanda. Nima qilasan o'zingdan katta oyoq kiyimni kiyib yesh. Kartochkani olib keling. O, kakra sambachilarga qarab tur. Men ko'chaga chiqib kelaman. Men keldim. Bolam, quloq. Kimsiz? Bular kim? Chiming bacham uxlayapti. Ya astag'firullah. Xotin tiz. Chiming dedi. Voy. Bu bachalar bir kunda xotinni krishasini ketkazib qo'yibdi-ku. Xotin 5 kun sabr qilsak o'tib ketadi. Kerak, maymun mahram edi. Boring, bacham. Ya astag'firullah. 5 kun nima qilamiz endi?